Bugungi videoda men YouTuberlarga kirinch savollar berib ko'raman videosining bu 4-qismi. Qanunda biz videoni boshladik. Birinchi YouTuberimiz bu Dizzer. Assalomu alaykum. 2 2 nechi? 22. Va bizning ikkinchi YouTuberimiz bu Joxa. Joxa, bir qiz kelib ishtoningizga yechib kelsa nima qilardingiz? Va bizning uchinchi YouTuberimiz bu Shahest. Agarda siz bitta orolga 7 ta qiz bilan qolib ketsangiz nima qilardingiz? Sizchi? Bizning 4-YouTuberimiz bu Rederb. Rederb, YouTube'ga qachon Rederbnikiz bilan qaytasiz? Shu yaqin orada deb javob berdilar. Va bizning 5-YouTuberimiz bu Felix. Felix, sizda bitta kanalni o'chirib tashlash imkoni bo'lganda qaysi kanalni o'chirib tashlardingiz? Dizerni kanalini. Nega? Shaxsiy adovat. Va bizning 6-YouTuberimiz bu Hacker. Hacker, sizdagi menga o'xshab zo'r video olish uchun nima qilish kerak? Men narsalar topib qo'yasiz va ovozga ham norm ovoz berib qolsangiz bo'ldi deb javob berdilar. Va bizning 7-YouTuberimiz bu Reker. Reker, ketganingizga ham 1 yil bo'libdi. Qachon qaytasiz? Shu yaqin orada deb javob berdilar. Va bizning 8-YouTuberimiz bu Artifact. Artifact, tezroq qishloq bilan ham video oling. Yaqinda chiqadi deb javob berdilar. Videomiz shu joyda yakunlanadi. Shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.